Alloh latifdir. Bandalariga o'ta mehribondir. O'ta lutfi karamlidir. Shuning uchun banda qancha osiylik qilsa ham, qancha kofirlik qilsa ham tavba qilib kelsa lutfi bilan kechirib yuboraveradi. Yurgizib yuboraveradi. Mana shu narsani insonlar juda yaxshi o'zlariga singdirishlari kerak. Hozir ko'p odam mana shu gapni aytayapti. Menga saytda savol kelganda, shu ruhiy tarbiya bobida asosan shu savol. Shuncha gunoh qilib qo'ydik, endi bu yog'ida nima bo'ladi, undoq edi, bundoq edi degan gaplar haligi shaytonning ig'vosini tarjimasi insonlarning yozuvi bilan keladi. Ularning hammasini o'sha shayton to'g'ri yo'lga ketayotganini ko'rib chiday olmasdan ig'vo qilayotgan bo'ladi. Bu meni malayim endi ketyapti bu yoqqa qarab. Buni ig'vo qilib qo'ymasam bo'lmaydi deb urinayotgan bo'ladi. Mana buni yoshlar ayniqsa o'sha shahvatga berilganlar, g'aflatda qolganlar yaxshi tushunib olishlari kerak. Sidqidildan tavba qilsa, Allohning qodirligiga ishonsa, Allohning latifligiga ishonsa, o'zidangina yordam kutsa, Alloh uni demak g'aflatini ham yo'q qiladi, shahvatini ham yo'q qiladi, raviyadek, mo'tadil ravishda Allohning dinida borishini ta'minlaydi.